Qani, tez. Ma'qul. Mana. Bo'ldi. Ozroq. Ma'qul. Mana, buni e'lon. Bo'ldi. Akilam. Siz neydi gülsesem bo'lmaydi. Ehtiyot qiling. Asira qaydan, ha? To'xtab turing. Elerga qutlug' tomoqni pulni epirishni unutqaman, ha? Sabaq yo'q. Hediyelemsiz. Qamash bebe. O'zira qaydan. Bo'lmadi. Senin qilmoqchi. Meni o'ldirmoqchimi? Kechiring xo'jayin. Kechiring xo'jayin. Sorry, qandoq degan gap bu? Yana bir kunlik vaqtim qoldi. Sorry. Uydagilarning hammasi sorry. U aytmaydi, siz ayting. Sanatçılık grup sizdeymiz. Bundan daha taraftan biri. Bu kutuluk tomoqni muallim buyurutgan. Shundoq. Undaq söylesem mansalar bo'ladi. Shundaqmi? Bu yerni kirish qulaydir. Birdan to'xtatinglar. Bosh mudir keldi. Kapıdan yeni bir o'rnam. Bu birdan to'xtab turinglar. Bosh mudir keldi. Bosh mudir keldingizmi? Qani marhamat. Qani, marhamat. Yana birdan saqlanglar. Bosh mudir, sizlarni qarshilamiz. Bosh mudir, bu sizning. Bosh direktor, bu sizning. Kulimsirab turing. Diqqat qilinglar. Mali. Ben sizni pek uzun saqlab ketdim. Men buni bilaman. Tamak et geldik. Ko'pchilik tamoqlanlar. Tamoqlanlar. Ey babalar. Yaxshimilar. Ma'lumot o'tira. Mana. Ma'lumotni. Mana, o'tirmanglar. Yana birini. Pulelishni qatimiz. Talashmanglar. Qaysi havo tamoqni o'tlaysizlar? Efendi, tamoqni siz kimsiz? Siz berib muallimimizdan. Kendinizga turib, kendinizga. Bunu kim muallim tilaydi? Bunu tilayasizlar. Muallimimizdan. Dedim-ku, muallim tilaydi. Ma'qul. Efendi, tamoqni tezbaysiz. Sizni avar qildi. Siz berib muallimimiz boshqalarga hurmat qiling, burondir. Men kimnizdan? Muallimimizdan. Kendinizga turib. Bunu kim tilaydi? Yaxshi. Bosh direktor, bu gullar qandoqkan? Qarab kechiring. Odatda ekan. Bizning kumush klub shirkatimizda. Lekin pulni taqdimidimlar. Nima qildiraysiz? Tinkatem, uni chekyezib biring. Bizning kumush klub shirkatimizda tag'am bosh mudirlik qiladi. Qandoq nomerni yaxshi ko'rasiz? Men Jingju numerini yaxshi ko'raman. Ayni yillarda Meylianfa maliya yanlarning o'yin qo'ydiganligini anglab. Ular sizning do'stlaringizmi? Bilet elishga 3 kunduz o'chirib turgandim. Bosh mudir, buni imzo qo'yasiz. Rahmat. Necha yoshga kirdingiz? Men yana ozroq vaqt bersangiz qandoq? Shirkatimizning moliya qoidasi buni yo'l qo'ymaydi.
Siz qaytmoqchimi? Mushundaqla ep ketamsiz. Yana azroq pul bersangiz bo'lamdi. Qaydini o'qamsiz qanda? Necha 10 ming ko'yliq sodi tursa, sizning abjaq guldiringiz shuncha ko'p pulga yaramdi. Batarafga beribsiz şey. Sizning yillardan buyon tijorat turingiz. Kömür. Sizni ko'mir podshosi desak bo'ladi. Meni ko'mir podshosi deyish hojatsiz. Qo'limdan o'tgan ko'mirlar jingshan tegirni qilishmaydi. Ko'mir degan narsa Boshimdir burim energiya sodasi bilan shug'ullanadi. Unda sizning cho'nquruqlik energiya sanoatiga nisbatan umidingiz qanday? Ko'mirni tejab ishlatish kerak. Tejab ishlatishga mumkin bo'lsa-la, tejash kerak. Isrofchilik qilishga hargiz bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Gapingizning ma'nosi intayin cho'nqur bo'ldi. Yana siz aytganlaringiz bormi? Yig'ilish boshlanadi deb qoldi. Yana bir meni so'z aytasiz qanday? İşte astoydil bo'lsa o'tmi kuchli bo'ladi. Ko'mirni qancha ko'p solsa o'tmi shuncha kuchli bo'ladi deb qaramaslik kerak. Unda ish yo'q. Hargiz unda ish yo'q. Unda ish yo'q. Kechiringlar. Men ömür bo'yi ko'mir bilan hafilashdim. Ko'mirni qanchalik solsa o'tning qanchalik bo'lganligini tashxoldek bilaman. Siz bering. Muallim. Tabaqni aytgandik. Bo'pti. Tabaq pulni berib bersangiz. Aldirashligimni ko'rib turib daxli qilmoqchimi? Nima? Men daxli qildimmi? Ishga qo'tirib ishdalar. Quruq. Quruq o'tirmoqchi. Siz macan oynasız yet televizor ko'ramsiz. Erim osh shirkatda ishlaydi. Qaysi shirkatda? Unda tutabout yaxshidi. Nima deydigansiz? Ta hozirgacha bir pul aytganmidi. Men utdim. Omadingiz bor ekan-a? Siz bilinglar tez. Boshini aydab qoldi, siz bilinglar. Jinji artistlari qayerda? Bugun kechda jinji numeri yo'q. Bundoq bo'lishi mumkin emas. Siz nega bormoqchi? Men Bav muallimga iniq degan tursa. U sizga shundoq deganmi? Biroq keyin plan o'zgardi. Siz bilinglar tez. Siz bilinglar. Başmıdır, sözleşmeye doğup kelip kaldı. Başmıdırçı? Başmıdırçı? Başmıdır. Başmıdır. Başmıdır degen kimdi? Çıkı tesiri yetkizdi o. Siz başmıdır emesma? Yazıklı Ben durmamdı. başmıdırma. Siz sana kolunu hürmetten. Kaptım ha. Kulümü kıyameyme. Bak hayır kaldı sana kolu telefonsanız. Birden tuttum. Başmıdır lütfeniz sizi her yıl kıyameyme. Doktor, birdemdeki sözü geldi. Siz adam çok şınansız. O ne kepti? O yığın zalığı kırıp gitti. Ben onu demedim. Demek ki boğanın Bav muallim. İşkimiz bu yerde onu saklaylı. Menin sözleydiğallarım bana muşula. Adem astoydil bo'lsa o'tmi kuchli bo'ladi. Boshqa gaplarni jiyanim Shavso ko'pchilik so'zlab bersin. Neva sizga keldi. Tuanda qizg'in alqish yangirtib, Kumush klub shirkatining bosh direktori Chin Shavso afandining so'zga taklif qilaylik. Mana hozir. Qandoq gap bu? Tamoqni nurg'un odam yedi. Biroq pul tiligili odam chiqmadi. Agar bugun tamoq pulini ep ketanmasak, xo'jayin cho'qim meni eshitmay deydi. Mas'uliyatni menga ittirib etding. Unda qilsam bo'lmaydi. Men uni izlayman. Shavxo. Shavxo. Bu bizning ko'nglimiz. Buni rahmat. Siz isqinma. Siz sizlarga topshirdim. Xotirjam bo'ling. Xayr xo'sh. Bu xabar yezibga tezroq chiqsa yaxshi bo'ladi. Bo'ladi, men tirishib baqay. Endi sizga yana birini beray. Avar qildigan bo'ldim. El. Bo'ladi, xo'sh. Mali, men sizni bakmi tashkil topdim. Bav muallim ishimizni alohida suratga olmoqchi dedi. Bo'lmaydi. Shirkatimizning qoidasi bor. Suratlarda xo'jayinni gavdalantirish kerak. Mali, siz meni umidsizlantirib qo'ydingiz. Hey. Ishimizning alohida ko'rinishiga boshqalarni aralashtirib so'rarmi? Buningga faqat ishimizni tushishimiz kerak. Demakchi bo'g'ingiz faqat ishimiznimi? Shundoq. Sizning heliqi odamni mahliya qiladigan kichik jannatingizda sizning telekamerangiz orqali qalbimizning hayajonlanayotgan paytidagi suratimizni olsak, siz o'zingizning kuchli badaningizni namoyon qilsangiz, men to'y kiyimlarimni silvassam. Mali, bo'ldi demayli qo'ying. Men allaqachon mast bo'lib qoldim. Men deyman. Bo'ldi.
nima demoqchi bo'lganingizni men tushundim. Bu ochiqishni izchil yanimda saqlab, sizga topshirib berishga betinolmagandim. Endi rasmiy sizga taqdim qilay. Mening amrim, mening farishtam. Bak qiziq ko'rinish bo'ldi, bak yaxshi bo'ldi. Voyjon, buni qilasiz. Siz o'rningizdan turing, so'rni sizlarni alayda ko'rinish kelishga saqlab qoldik. Siz bilan yo'q. Harom. Yürüyün olmayın. Bu qo'zg'atish kuchiga ega numarimiz bor edi. Yuring, Mali. Qani yuring. Yuring. Muallim, qutuluq tamoq nizilib ekan. Bo'ladi ekan. Undaqda pulni to'lang. Tamoqda hazm bo'lib bo'lmadi. Pulini aytib nima deysiz? Tamoqni niysi sotmaymiz. Ben degan dangloq san'at kechirigi film ishligisi. Men sana qarzdormidi? Kimligingiz bilan qarim yo'q. Pul bersangiz bo'ldi. Qarg'anda keyingi qatimqani unutib qolibsiz-da. Keyingi qatimqi tamoqning pulini keyin birning deyishimiz, bugun pulni damizib ketmaymi? Bugun menda pul yo'q. Bo'pti, endi baqiraymi? Ko'pchilik, qaranglar. San'at kechirigi guruhisidagilar tamoq yeb pulini to'lamadi. Ko'pchilik quloq solinglar. Bo'ldi, vaqirma. Siz nima deyapsiz? Ishingizni qiling. Men sizga chek yozib beray. Bo'lamdi. Bo'ladi. Yana ketgan ichimlikning pulini qo'shib bersam, ma'qul. Bu yoqqa keling. Bu shundoq bir bora qog'ozni pul o'rnida ishlatar ekan. Mana bir gül tanlab bermamsiz. Sizga gul tanlab beramdimi? Qanday rangdagini yaxshi ko'rsiz? O'zingiz tanlang. Qizili bilamdi. Narangiz qistirma. Qo'lig'imga. Qo'lig'ingizgami? Mana. Yana birini tanlab beram. Yana birini tanlab beram. Sıra iş qilsangiz xabarga chirg'ili tas qoladi ekansiz. Sizning ish qilishingiz boshqalarnikiga o'xshamaydi ekan. Qanday o'xshamaydi ekan? Qani dafaqingcha. Siz gap qilsangiz, thank you, sorry, miss, bas degan gaplarni qiladi ekansiz. Siz yiliqi qadimiy teatrlardagi o'qimishli kishi, Mojiga o'xshaydi ekansiz. Men beyg'andan keyin cho'qim sizga yordam qilaman. Bo'ldilar. Siz beyg'anda mendek bir namrat qizni allaqachon unutib ketibsiz. Kichik vaqtimda men dadamdan bu komediyani anglagandim. Afsus, ta hozirgacha ko'ramadim. Bak afsus. Siz Tayvanning televiziya teatridagi Layyaning rolini olgan odamga o'xshaydi ekansiz. Siz xili salobatli odamga o'xshaysiz. Menmi? Shundoq. Beijing atiganlik gezdi. Gez tutma gezdi. Beijing atiganlik gezdi. Gezdilinglar. Abada gez salamsiz. Siz eliqi. Ay, gel mushi gidi. Nima? Qanchalik bor? Yana yuzlab chipochi bor. Hemen alamsiz. Hemen olaman. Bo'ladi. Abada, rahmat sizga. Yana ayollar turmushi, cho'lponlar turmushi degan jurnallar bor. Alamsiz. Ay, men faqat mushi gidi olaman. Baş müdür, kulüp top oynayatdı. Men imkan kadar uğurlaştıray. Siz hazırlayın bakalım. Ep geldi yani. Muşik gezitinde Beijing şehrinin yerimine aylanıp çıktı. Belki yerip gitti. Juan Hocayım sizni izlep gitti. Ben çekni onu derken tursam. İstek pulunu mu etkazınız mı? Nimi istek pulu?
Sen herkes muhtevelli hocayını doğrayamaydıkense. Özlemde azırak mı pul tapamaganın üstü geledik özlemden pulunu xərcləyəm. Qayıtıb atsan xotunun nimdəki yaltırına. Evlah! Oy cansı. Sen beni urdun. Ne oldu? Baş direktörman tişi ağırıp kaptıken, yeni ağırıp atamdı. Ağrımay kalamdı. Ondaqda dərhal doktorluq göstəyli. O fakat tayvelli tiş doktorluğu işini diken. Nimdə vatsın? O tişten keyin taybiga tişini kösetkili bandıran oldu. O təbii gibi almaqçı oldum ha. Ben tayben. Beycan düşün için nurgun doktorxan turğuluq. Sizden aşı tişinizi davalayamam diken. Bırak baş hocayın hatırcan bulamaydı iken, bu onun yalğız oğuldursa. Beycan o burun ketken çağdakiga oxşamaydı. Ben telefon verey. Ay, telefon verişke aldırma. Hey, baş müdürüge yüz hatır kılışımız gerekti. Bombaydı. Vay, bu neymiş? Menen çiğin. Taptın çıkıp gitti. Rastıllah, Beycan'da davalayamaydı. O hazır. Bek kör alıp gidiyordu da. Onun amalın var. Aman bir günü. Onu yolu ötme. Siz çiğinizga nimedep hacetlilisiniz. O menen gep kılışımı yol koymasa, ben bunu aramıda koymayma. Baş direktör, ağrıgan cayını oğlap koyay mı? Aş kollarımız bilen bak. Nem boptu. O nimede vatıdı? Baş müdür, ben hataga qıpsamıgan mi? Yak. Bek o ben gep kıldınız. Bu balının micazze, dadısığı bek okşaptı. Birdemdila, micazi çözülüşüp getidu. Duyunuz. Sıfaylarda çıkmadı ba? Hocayın neskire kağını ketkendi. Siz, ben bek uzun saklap kettim. Bunu da, hazır keptir. Tez bulun. Şikala alıp dur ola. Hocayın yok, sıla aldı bilen. Soğuk sayıp çıkan. Çatak yok, hazır keptir. Hocayın hazırlık ediyordu. Avaylanlar. Avaylanlar. Akka, silah ne için lakadınlar? Hey, ne oldu? Yalnız ketsem tabaklarından silah? Yak karşalınız. Kana bu yakı girip oturun. Akka, nimi tamak yiysiz? Benim tabakımla bak. Kızımdaki karap yakın. Bu ne? Yani bu ne? Siz et gel, siz bu. Keçirin, hocayın materyal satıp ağıl çıkıp gitti. Dankan şörpüsü işkeştirin bulandı. Dankan şörpüsü, başında kısıktı onu içip neyim bakın mı? Ne ya sarabı mısın? Allah! Hangi gen yap bu? Siz bulas. Bu söyleni onun kapırıp verin, onun ağzı bez kısın. Takı bu. Bu diye aşkanı dursa, sen korkulu adam yapsayan kandak yap bu. Aşpez yanılsanla boğmam ki. Kandak aşkını bu. Efendi, ne bu de? İnim, sende tukunun yok, kötü kaskın onu. Efendi, aşkanımızdan dankan şörpüsü bek yakşı. Soksur dankan şörpüsü, döpesilik dankan şörpüsü yana. Koyuk yapalım koy. Seydin başkına esamın bir kağıdı besam amına, etken. Hocayın rastırlı yok. Bomuz keçtik ilan. Ben tamak yemesem ölmem mi? Bu sizin indiginiz. Çilenak yap anlığın bana. Ondaq dişkimiz halıya gibi araylı. Yemisiniz neyli? Mene yüzümle kılan. Hey, Yüzümle kılan? efendi, boldu kılın. Kaçılık mı insan? Bunun tetip yakın. Boldu, koruk yapansı koyuk. Tez verip sen koyuk. Hey, tazı mı? Bunun tamakta neyli, ölsün neyli? Akınızın işgazığı çıkamaydı kandı. Ben onu izle bakay. Onun neketkeligini bilmesek. Hey. Zadı sen koramsa yok. Hocayı. Yani sen keltirmişsiniz. Açlıktan ölüp gittin ha. O tamak ilgilemez, çatak çıkarıp gitti. Siz sakçı punksuğu berip, derhal sakçı çakırıp gelin. Bakın. Tez bulun. Ne görme? Sakçı punksuğu bağmam siz. Ben baray. Doktan, siz mi bağma? Ems kanakılımız. Atla. Ben sana bakay. Onu urup kaklığı deylik oldu, cidel çıkamanla. Ben sana bakay. Onun iki taksimizlik say koyup birey. Siz say koruşunu bilemsiz. Mektepte okuvatkan çığında, okuqçılar uyuşması oyun uyuşturganda her bir okuqçıga iki taksimizlik say koyup uzattı. Şundak mı? Hey, siz Ali mektepte okugan mı? Yok. Başlangıç mektepte. Sen korulaydı kal. Sen korumağını uzun boptu ki. Hiç kazı adlaştıramedim. Kanı usuyu Bunu açık bir akıl. Korkulu adam yok, bevat mı? Mana, hep çıktı mı o?
bu senin təmi qalıydı o. Keçirin, Tayvan'da seni muşunda koruydu. Bu Fujian təmi. Mene Tayvan'da kelgenligini qanak bilirsiniz. Siz Tayvan'dan geldiniz mi? Ondaqda bu senin təmi qandara qoptu. Tayvan sayılarının təmi dəl muşunda buludu. Yaxşı qoptu. Optan korusuz, yaxşı. Efendi, sizni bir yerde kölgende kılman o. Yurtunuz Tayvan'ın nerede? Taoyuan. Taoyuan. Taoyuan'ın qaysı yerde? Bunu sorak nima qilasiz? Mushu astanız bilan Tayvanga berib ishlamoqchimi? Yo'q, yo'q. Yaxshisi mushu yerda ko'z buyamchilik qilganingiz tuzuk. İki kişi iş pivi keltirin. Ma'qul. Hey, xo'jayin. Sizga nima lazım? Tayvan ta'miriga saydin bir daqs keltiring. Tayvan sayma. Bo'ladi, mana hozir. Shundaqmi? Tez bo'lin. Tayvan say qo'ring. Shundaqmi? Hey, birodar, sen bu Tayvanga bormoqchimi? Ondaqda aeroplan buzilsang bog'dak. Bu kiyimni kiyib, ichim bak siqilib ketdi. Zotini chidayolmadim. Hey, bova, kiyimlaringizni salavatibsiz go. Şavso Tayvan'ga ketdi. Men uyimga qaytaman. Hey, unda qilsangiz bo'lmaydi. Mehmonlar siz bilan ko'rishmoqchi. Men bilan ko'rishib nima qiladi ekan? Men sizlarning gapinglarni zotini o'qolmaydi ekanman. Kiyimingizni kiyib oling. Hey, u boshqa uyda bo'lsa kerak. Men bundoq kiyimni kiyishni yoqtirmayman. Bu kiyimni kiysam ixtiyorim bo'lmaydi ekanman. Bu kiyim menga zotli yarashmaydi. İşkinlar yan uyda oturup dururlar. Qani, marhamat. Siz zaten qaysi kiyimni almoqchi? Men burunqi kiyimimni kiyman. Amsa. İxtiyoringiz. Kechiringlar, ishkamani saqiltib qo'ydim. Bosh mudirning odati mushundoq. Kiyim-kechakka azaldan ancha ahamiyat berib ketmaydi. O cho'ng quruqliqda kiyim-kechak odam salohiyatining sunuri ekanligini uqmaydi. Qani, marhamat. Çin efendinin salahiyetini ifadeleşti, kiyim-kechak acitsiz. Şundaq. Baş müdür bizim ticaretlerimizga nisbatan. Oldi bilan o'stiringlar. Rahmat. Marhamat. Baş mudir, sizlarning tijoratlaringizga intayin qiziqdi. Bak yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Baş mudir, sizga tanishtirib qo'yay. Bu kishi Shi efendi. Yaxshimisiz? Bu kishi Li efendi. Yaxshimisiz? Ne ketgandi? Baş mudir, to'xtamnomni izlayapsiz nima? Ko'rmasam bo'ladi. Ko'rib beqing muvofiq bo'lmagan taraflar bormi ekan? Men imzo qo'yishni bilaman. Sizlar paranglashinglar. To'g'ri. Qaynoqsa kerak bo'lsa, meni istanglar, bu o'stiringlar. Baş müdür ba'zi ishlardan rozi bo'lmaganda qiladi. Hey. O sizlarning tijorat so'mlarini bek oz ko'ryapti. 5 milyon koyma azma. 10 milyondan to'van turga o qarabmi qo'ymaydi. O undaq kichik savdolarda biz to'van qatlamdagilarni chiniqtirdi. Chin efendi o'z umrida keyingi avlodlarga aslini qoldira oladigan cho'ng turlarni yo'lga qo'yishni o'ylaydi. Ammo umid yo'q-ku. Undaqda men yana urinib boqay. Oldin ola topshiradigan rasxotni etkeldinglarmi? Etkeldik. Mana. Men ko'rib boqay. Vay, kimni izlaysiz? Şavsoma, siz hazır Tayvan'dimi? Acep siz yitib beribsiz-ku. Tehi aeroplanga chiqmadingizmi? Amisi siz hazır qayerda, ha? Men hazır aeroplan ustida. Elasi ayolchi. Yo'q, menda sizlar ko'rishmoqchi. Qayerda? Men Shisi shimoliy ko'chasi, Shinji yo'l ig'izining shimolidagi Lonxay mehmonxonasida. Birdan-keyin ko'rishaylik, ha? Ta'mi pek yaxshi ekan. Bu ishnizi. Sizningcha to'xtamni tuzsak bo'lamdi? Ondaqda baş müdür to'xtamga imzo qo'yib bersin. Bo'ladi. Sal saqlab turinglar. Bo'ladi. Baş mudir.
odam bormi? Lay 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 lay. Xo'jayin, seni keltirib. Birodar, azroq kiching. Yana mashinaga ketdik. Men bilan qariniz bo'lmasa, ishingizni qiling. Bu yerda pivo ichib turibsiz, tishimiz saqaydi. Pivo keltiringlar. Nima dedingiz? Mening tishim aslida saqti. Qara, men kim? Siz kim bo'lmoqchi edingiz? Siz parqadan o'tqalaydigan boy. Qandoq bu holatga tushib qoldi? Bak yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Qara atdinga. Agar dadam mushu holatni ko'radigan bo'lsa, meni tillamamdi. Mening dadam allburun o'lib ketgan. Jo'ylima. Sendan so'rab boqay. Tayvanga qaytmabdi. Tayvanga qaytandim. Tayvanga navram qaytidi. Men haqida qaytayli. Dinxinim sana saqlamadı. Dinxinim? Din Mali. Mali. Mali nima bo'pti? Din Mali. O xotinni odam degili bo'lmaydi. Hiligar o'tib ketgan o'ktan. Uchiga chiqqan buzuq. Sen? Onun haqorat keltirishingga yo'l qo'ymayman. Bu zoti nemish endi? Nadim paydo bo'lib qolgan nemisan? Men uning obro'yini qo'g'dash mas'uliyatim bor. Sen unga noma'qul bo'lishing kerak. Unaga kuchim yetmagan bilan. Sana kuchim yetadi. Nima deding? Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Urushmanglar. 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 Yana urushmanglar. Shunaqa mukofotlar chatoq bo'ldi. Bo'ldi urushmanglar. Bo'ldi urushmanglar. Chekib bo'ldi. O'zingni besi bor. Meni kim chaqirib otdi? Yağmur yağdı mı? Kolunu tatil. Kolunu tatil. Oldu kılıç. Oldu kılıç. Kötü katılını. Keçirin. Muşundak mı içken ben bu? Ben bilen kayt. Bu ne? To'xtanglar, taqa pul pulini keltirsanglar. Qarang, ular pulni to'lamay chiqib ketib Efendiler, qaytalar pul tilaysizlar? Men tilayman. Mana, bichadamlar. Men tilab beray. Hanim bo'lsin kapsizlar. Hey, nima ish qilib olasiz? O'zlaringiz nima qilamiz? Kirib ketamiz. Hey, siz? Nima bo'ldi? Ular yoshlar chaqchaqlashdi. Yo'q. Men qiz do'stimning izzat hurmatini qo'g'didim. Endi siz to'xtab turing. O'tiring. Baba, yordamlashay. 20 yoshga elimga qayta olgan bo'lsam, har ishkilisini yutib olgan bo'ladi. Baba, ehtiyot qiling, ha? Baba, men yana ichima. Ishqinlarni saqlab qo'ydim. Bosh mudir imzo qo'ydimi? Kechiringlar, bir qadam kechikib qolibdimi? Bosh mudir Guluftob o'yiniga ketibdi. Deginchi qaytib ketib, aytib kelsanglar qandaq? Biz uzunroq saqlasak mayli. Shundoq. Bosh mudir Guluftob o'ynab bo'lib, yana sannamun sig'ib berib yuyinidi. Andin dadilni o'ylab qizidi. Ishlari bak ko'p. Shundoqmi saqlaymiz. Siz ahvolni so'zlab bering. Bo'ladi. U odamcha va qo'pol, og'izni ochsa va odamni haqoratlaydi. Hey, bu yerda nima ish qilasiz? Tezroq qo'ring. Qara. Oshxonadagi isib ketdi. Yuzingizni surtib qo'yay. Tez bo'lib, tomoq shiralarini yig'ishtirib o'ting. Nimaga qarab tursiz? O'rningizga oldi bilan say qo'rsin. Yo'q, oldi bilan oshxonani yig'ishtirasiz. Oldi bilan say qo'rsin. Yo'q, bo'lmaydi. Shirunglar, bo'linglar. Ber, uni tushirib. Tez bo'linglar. Mana keldim. Buni. Atrofga. Men yama odamlarga intayin o'ch. Men uning kishilarning obro'yiga haqorat qilishiga yo'l qo'ymayman. Buni o'zini haqorat qilgani intayin yaxshi ayol. Kechiringlar. Kechiring. Bundoq bo'lsin. Siz bu oshxonada majra teribsiz. Sho'lashqa. Kechiringlar. Ziyonni to'lab bering. Qiz do'stimning obro'yini qo'g'dash uchun yalantosh bo'lib ketsammi, hargiz pushaymon qilmayman. Bosh mudir ta hozirgacha kelmaydi-ku. To'g'ri, men bir ishni unutib qoldim. Bu nima?
Bu kumush qilib şirketining azg'ini ko'ngli. Qabul qilinglar. Biz buni hayvan şirketining qanday qoidasi borligini uqmayman. Biroq bizning şirketimizning bunda qoidasi yo'q. Shundaq, bizning şirketimizning bunda qoidasi yo'q. Bu baş müdürünün topshirig'i. Meni qiyin ahvolga qo'ymang. Agar yana bu fikringizni ching tursangiz, to'xtamnoma imzolashning hojati qolmaydi. Yo'q, menda xijil bo'lyapman. Biz tezroq to'xtam tuzaylik. İşkanlar şirketimizga ulgu ko'rsatdinglar. Siz keyingi avvatlar. Xizmat. Baş müdür qaytib ketdi. Baş müdür qaytib ketdi, xizmat. Çay akirem. Baş müdür bulup topu oynap top demez mi? Yaramaz, qanaat binge. Bu bir narsa bo'lmagandir. O diyoy davlat mehmonxonasida bakka ichayotgan o'xshaydi. Yo'q, uyda. Çay qani, ha? Hozir o'tkilay. Tazim. Derhal aşxonaga telefon bering. Shavsoning kiyimi aşxonada unutilib qolibdi. O qaysi aşxona bo'g'itdi? Lo'nxay aşxonasi. Tez bo'ling. Lo'nxay diyoydagi bir manzirlik joy. Ministr uni shu yerga chaqiribdi ekan. U yana hargiz oddiy joy chaqirib bo'lmaydi. Eski bilan navday harig'ini aralashtirib issa albatta nasib qiladi, qani. U karvatga ergoto harg'a qisibdi. Uy sesiq birab ketdi. Men odam chaqirib tazirdim. Bo'ldi, ishingizni qilavering, ha? Ishingizni qilavering. Bo'ldi. Ministr uni ichamiz ichaveribdi. O ergotoning kichikligini nima bilsin? Shundaqa, hayvonda bunda qaraq yo'q. Ishondim siz, qani, o'tiringlar. Bizning bosh direktorimiz Mas'ud qolsa qalayni qanday tasdiqlayverdi. Bu navbat biz nurg'un ziyon tatadigan bo'ldik. Ondaqsa baş müdür yeshilgandan keyin bir nima deyshayli? Men sizlarni oldinlarda mayt xijil bo'lyaptimi? Men sizlarni shuncha uzun saqlatdim. Agar tushunmasak qanday qilamiz? Deyxanim, aldırma. Ameliyatda bizmi ancha aldırmaymiz. Uni ministr mehmondorchilikka chaqirib emasmi? Kechiringlar. Deyxanim. Shavso sizni chaqiryapti. Bu ishga bilan sizning imzo qo'yishingizni kutib turadi. Shundoq, mana. Shavso ko'rdimi? Uning fikri chiqmaydi. Oldi bilan u ko'rib chiqsin. U kasbga pishiq. Bo'ladi, birga bo'lamaydigan bo'ldi. Qani, o'ltiraylik. Siz oldi bilan o'ltiringlar. Siz o'ltiringlar. Siz o'tiring. Siz o'ltiraylik. Qani, o'ltiringlar. Çay koymapsınız o. Özümüz koyup şey. Ben çay arıyorum. Özümüz koyup şey. Otur be. Otur. Hey, o'rningizdan turing. Bosh mudir buni sizni ko'rib chiqsin deydi. Ko'rib chiqing. Men ishqi ko'rdiganmi? Hey, siz bosh direktor tursangiz. Men Tayvanga tishimni davolab qo'yib ketdim-ku. Siz cho'nqurliqning davolash saviyasiga ishonganligingiz uchun Tayvanga bitdi-ku. Men imzo qo'ysam, pulni qo'lga kirgizsin. Uningdan keyin meni Tayvanga avatib bitsiz. Shundaqmi? Durut o'qitib bo'lib, Ibrahimni urdigan ishni hamma odam biladi. Agar ochig'im kelsa, jamoat xavfsizlik idorasiga berib, o'zimni ma'lum qilaman. Qaysimizni nasibasiz ekan? Shavso. Tez bo'ling, haqsizga saqlab qoldi. Bosh mudir sizga gap qilyapti. Chechinni yelpib qo'ying. Nima? Chechingizni yelpib qo'yamdim. Qog'onkangiz qochib ketdi. Men yelpib qo'yay. Tamam. Men uni yalg'ab tursam, uni ishlatmay nima qilyaptim? Men senin bu qiliqingni yoqtirmayman. Tog'a. Bu to'xtam yaxshiroq urmamsa, tamoq yedimi yo'q? Qo'yjon. O'ch olamsan nima? U sening dediging emas. Kechiring. To'xtamni ko'rib bo'ldingizmi? Dundanda tutib qo'y. Sen
to'xtamga imzo qo'ysak bo'ladi. Shavsu, bu nima qilgani? Men seni bova, men shunday qilishga rozi. Biringlar odam urushqa, biringlar tayoq yeyishga amroq kensizlar. Sizlarning ishinglar bilan karim yo'q. Hey, Qapa, men taxi ko'rib bo'lamidim. sen to'qmiki? Hey, sen sen meni imzoyimni to'g'rimoqchimisan? Qalam degan to'la gap. Hey, bu Sening imzoying mana bu yerda. uni men qaytirib ber. Qaytirib ber. Qani choy ichinglar. Qani choy iching. Qani. Oltin qulub guruhining know-how texnikasi intayin dağlıq. Shunaq. Biz bu qatim hamkorlashsak, uni bizga ta'sirimiz qandaq. Shunaq. Amaliyotda u butun dunyoga mashhur. Bizga uni ta'sirimiz qandaq. Qo'limizdan keladiganligi ish bo'lsa, sizlarga berishga mumkin bo'lsa, cho'qim beramiz. Cho'qim. Yaxshi bo'ldi. Bak, obdan bo'ldi. Rahmat sizga baxtimda. Men Shavsudan so'rab bo'ladi. Avaylatmayman. Endi bu menga qoyil bo'lgansa, qani ketmamsa. Urushmanglar. Urushmanglar, menga yuz xatir qilinglar. Bilmasingizku, men sizga bir o'zim ma'qul Ishikni ichma qo'ymabdilar. Tazimma. imzo qo'yamsa yo'q. Men qo'yay. Ko'p kunduzda mashina ish qilamsizlar. Nima qilinglar bu? Men sana jonni tutdim. Voyjon.我正在城楼关山顶，人边将人马乱纷纷，一起到我站。空翻的银换来是驷马，换来了兵。Endi o qoyil bo'lgansa, Qoyil bo'lmadan. Sen hargizmi meni xotinimga tankilamaysan. imzo qo'yibsan, imzo qo'yishing kerak. Men ömrümde xos ayollarning buza qilishiga uchrab keldim. Kichik vaqtimda onamning, ochamning tayiqini yedim. Seni kamtasan qilishing kerak. Maktabda o'qiganda qiz saboqdoshlarimning tayiqini yedim. To'y qilgandan keyin xotinimning tayiqini yedim. U har kuni meni urib, mashq qiladi. Yaraq bilan gapimni angla. Sening o'zing bilishing bor. Anladingmi? Bu qatim yana sana uchrab qoldim.
nima uchun meni nafs bosadigan imzo qo'y. nega qo'yma? Yordamlashing. Ustam, sizda qobiliyat ekansiz. Shundaqmi? Siz qochuv ishqa bas ekansiz. Amerikada o'qigan vaqtimda doim oshxonalarga berib, qochqich yeyaptim. Hamma ishni qilatdim. Amerikada o'qibdim ishtahi. Men Angliyada o'qigan. Sizning tegitaktingizni obdan bilaman. Ay, u yerda nurg'un jafo tortgansiz-a? Siz uvochilikni ko'p tortibsiz. Men o ishni o'zim xohlab qilgan. Dadam qo'shilgan. Ay, menga bir quti toza suyuqlik qilib beraman. Dadangiz bak rahimsizkan. Yo'q. Ay, xo'jayin ishkini bir quti ishitin deganda siz bir qatimdilar. Hammani ishitibsiz-ku. Qochquvchilarni dezinfeksiya qilishda yuqori haroratli uskunda qaynishi kerakdi. Bizda unda uskuna bo'lmag'achqa tozalash suyuqligini ko'proq ishlatdik. Dezinfeksiya qilishga bilan karim yo'q. Uni to'lata. Xaridorlarning salomatligi uchun men boshqa turyapman. Uning amal yo'q. Bo'pti. O'zimning pulini to'lab beray. Sorry. Sorry davr ekansiz. Yuring. Bu yoqqa. Keyningizga. Mushiyat qo'yaylik. Ustam, bugun kecha mushiyat uxlang. Bu yoqqa kelib sinab taqqan. Qarang. Bek rahat. Men mushiyat yapam dema. Ustam, buni xo'jayin sizga ariyat berdi. Bu Ustam, bu yoqqa keling. Men yordamlashing. Bo'ldimi? Keling, yana bumi bor. Unimi yetgandoq. Ay, yetgimisak men nada uxlayman. Siz men mushiyat uxlamsiz? Undaqda men ko'rik ostida uxlay. Atatigan ko'rishayli. Ay, ustam. To'xtab turing. Yana ketamisiz? Ana, o'sha. Mali. Menimcha ishni chakkini mali bo'lish kerakdi. Shundaqmi? Shuncha kashfiyotga kiribsiz-ku. Biz tayyorlik bir savdogar bilan suhbat o'tkazamiz. Sizmi qatnashing? Qatnashqimi yo'q. Ay, qaysi shirkatligini so'ramadingiz-ku? Qiziqmayman. Undaqda mayli. Qaysi shirkat? Kumush qulub shirkati. Mali shu yerda ishlaydi-ku. Emas, men boshqa odam topaman. Yo'q. Demakchi bo'g'oningiz men Mali bilan 100 turib suhbatlasham dema.